Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Biz bugun Qozog'iston Respublikasidagi Jeterin zavodidamiz. O'zimizniki ishlab chiqarish bo'ladi. Bu bizga ham aloqali joylari bor. Ko'plab obunachilarimiz yig'ilgan savollariga javob tariqasida video materiallar tayyorlaganmiz. Nima siryodan ishlatamiz, ultraviolet qanchalik darajada qo'shilishi va strok garantiya slujbasi nimaga qarab berilishi, bizda o'zimizning materialda strix kod uratilgan datasini, kunini va o'sha qaysi ishlab chiqaruvchi tarafdan ishlab chiqarilgan kuniga qarab garantiya sroklarimiz 10 yildan 15 yil 20 yilgacha bo'lgan vaqtda garantiya beramiz. Bu liniyamizni ixtisoslashgan sotoviy polikarbonat xalq tilida Lexan uchun mo'ljallangan bu liniyamizni ishlab chiqarish bo'lyapti. Danniy tovarimiz hozir imенно o'zimiz uchun Toshkentga, O'zbekiston uchun mana ikkita mashinaga yetarli уже molimiz tayyor. Xudo xohlasa уже 1-2 kunda bularni jo'natamiz va yengiligimiz shundan iboratki, profilirованный valna sifat, shifr sifat materialimiznikini yangi liniyasi kelgan o'zimizda. Bu liniya ixtisoslashgan именно shunaqa shifr ko'rinishidagi va tekis monolit listlar ko'rinishidagi listlarni ishlab chiqarish uchun bu yengilligimiz. Nimaga именно shu zavod bilan ishlayotganimiz sababini ham aytaman. Kontrol качества, siryo sifati va vaqt taraflama shu zavod bilan bizga to'g'ri kelgani uchun ishlab chiqamiz. O'tdim donaga ham bizda savdolarimiz bor. Kimga kerak bo'lsa pastdagi raqamlarga murojaat qilasizlar. 24 ga 7 aloqadamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Qozog'istondamiz.